Assalamu alaikum musulmon birodarlar, sizlar bilan bozor xabar kanal. Bugun rubl jo'q bankda, kommersiya bank Qirg'iziston yazib qo'ygan. Sirtna tug'anlar. Ayta geçen narsa bizga da Rossiyadan aqcha to'lashni o'chirdi tug'anlar. YouTube'dan prosmotrga oshcha Qirg'izistonda to'laydi negizi. Rossiyadan da ko'radi, ag'ada to'lay qo'ydi tug'anlar. O'shaga like bosib, tolka подпискаga bo'ldi. Подписка etib qo'yingizlar. Mana rubl 95 kommersiya bank Qirg'izistonda. Euro 107, dollar 97, 1000 rublga 950 so'm tug'anlar. Bankda o'chirdi. Bugün 6 Mart. Ne doğanlar? Bank kampaniyasında ise 90 rubl, 1000 rubl'in 900 so'm bo'ladi doğanlar. Shunda euro 106, dollar 96 charm. To'liq подпискаңар bo'ldi doğanlar bizga. Maqsad to'laydi, Alloh qarab turadi. Shu подписка etib qo'yingizlar, so'rani bir knopka like men bosinglar. Baqay bankda ham 90 doğanlar. Rubl, dollar 97, euro 107. Satıb alsanlar tug'anlar 1100 rublni satıb alsanlar.